Bugun men kvartira egalari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Shu oy oxirigacha kimlar ulgurish kerak? Nima uchun kadastr va mulk huquqi bo'yicha raqamli ma'lumotlarni tekshirdirish zarur? Va odamlar orasida raqamli konfiskatsiya deb ataladigan xavf aslida nimadan iborat? Bu mavzu faqat yangi uy olganlarga emas, eski kvartirada yashab kelayotganlarga ham tegishli. Chunki hozir ko'p masalalar qog'oz hujjat bilan emas, davlat bazasidagi raqamli yozuv bilan hal bo'lyapti. Agar sizning kvartirangiz bor bo'lsa, ota-onangiz nomida uy bo'lsa, meros qolgan xonadon bo'lsa yoki hali rasmiylashtirilmagan oldi-sotdi, hadya, meros, ulush, rekonstruksiya masalasi bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir oddiy tilda kim xavotir olishi kerak? Kimda muammo bo'lmasligi mumkin? Qaysi hujjatlarni tekshirish zarur va eng muhimi, shu oy oxirigacha nimalarni qilib qo'yish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot ertaga sizga pul, vaqt va asabni tejab qolishi mumkin. Avvallari ko'pchilikning uy hujjatlari faqat papkada saqlanardi. Eski kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi, order, privatizatsiya hujjati, meros guvohnomasi, hokim qarori yoki notarial shartnoma. Odamlar shunday o'ylardi. Qo'limda qog'oz bor, demak uy meniki. Amaliyotda esa ko'p yillar davomida ayrim ma'lumotlar eski reyestrlarda, arxivlarda, betiy hujjatlarda yoki mahalla va hokimiyat darajasidagi qog'ozlarda qolib ketgan. Ya'ni mulk bor, odam yashayapti, kommunal to'lovlar to'lanmoqda, lekin davlatning yangi elektron bazasida ma'lumot to'liq ko'rinmasligi mumkin. Hozir vaziyat o'zgardi. Ko'chmas mulk bo'yicha asosiy tekshiruvlar oldi-sotdi, garov, ipoteka, meros, sud ijrosi, soliq, subsidiya, notarial harakatlar va hatto ayrim kommunal masalalar raqamli bazadagi ma'lumotga bog'lanmoqda. Oddiy qilib aytsam, bugun qog'oz hujjat sizda bo'lishi juda muhim, lekin yetarli bo'lmasligi mumkin. Davlat bazasida kvartiraning egasi, maydoni, manzili, kadastr raqami, ulushi, taqiqlari, garovlari va boshqa cheklovlari to'g'ri aks etishi kerak. Shu joyda odamlar raqamli konfiskatsiya degan iborani ishlatyapti. Men buni huquqiy atama sifati emas, ogohlantiruvchi xalq nom sifatida tushuntiraman. Ya'ni kimdir kelib kvartirani birdan olib qo'yadi degan emas. Asosiy xavf shundaki, agar sizning mulkingiz raqamli bazada to'g'ri ko'rinmasa, keyin uni sotish, meros qilib rasmiylashtirish, garovga qo'yish, bolalarga hadya qilish, sudda himoya qilish yoki davlat xizmatlarida tasdiqlash qiyinlashadi. Ba'zi holatlarda esa boshqa shaxsning da'vosi, eski qarzdorlik, xato ulush, noto'g'ri manzil yoki arxivdagi nomuvofiqlik sababli siz haqiqiy egasi bo'lgan uyni isbotlash uchun oylar davomida yugurishingizga to'g'ri keladi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Kvartira egasi uchun eng muhim narsa faqat menda hujjat bor deyish emas, balki mening huquqim davlat reyestrida to'g'ri ro'yxatdan o'tgan deyishdir. Agar kadastr hujjatingiz eski bo'lsa, unda manzil eski nom bilan yozilgan bo'lsa, uy raqami o'zgargan bo'lsa, kvartira maydoni amaldagi holatdan farq qilsa yoki egasi sifatida vafot etgan odam ko'rsatilgan bo'lsa, bularning hammasi keyinchalik muammo beradi. Masalan, bir oilani olaylik. Ota 1998-yilda kvartirani privatizatsiya qilgan. Hujjatlar bor. Kommunal to'lovlar 25 yildan beri to'lanadi. Lekin ota vafot etgan, bolalar esa merosni rasmiylashtirmagan. Ular baribir biz shu yerda yashayapmiz deb yurishgan. Endi ulardan biri kvartirani sotmoqchi bo'lsa, notarius bazaga qaraydi va egasi hali ham vafot etgan ota ekanini ko'radi. Natijada birinchi navbatda meros ishi ochiladi. Barcha merosxo'rlar aniqlanadi, roziliklar olinadi, ehtimol ayrim merosxo'rlar chet elda bo'ladi. Kimdir vafot etgan bo'ladi, kimdir ulush talab qiladi. Bir kunda bitadigan savdo bir necha oyga cho'ziladi. Yana bir misol. Ayol kishi 2012 yilda kvartira sotib olgan. Notarial shartnomasi bor. Lekin keyingi kadastr qayta rasmiylashtirish ishlarini oxirigacha qilmagan. U kredit olmoqchi bo'ladi va kvartirani garovga qo'yishni rejalashtiradi. Bank tekshiradi. Shartnoma bor, lekin kadastr reyestrida egalik ma'lumoti to'liq yangilanmagan yoki eski egasi bilan bog'liq yozuv qolgan. Bank bunday mulkni garovga olmaydi. Ayol men axir pulni to'laganman deydi. Lekin bank uchun asosiy savol, elektron reyestrda huquq toza ko'rinadimi yoki yo'qmi? Yana bitta real hayotga yaqin vaziyat. Kvartira 6 kvadrat metr bo'lgan, keyin balkon qo'shilgan, oshxona bilan zal o'rtasidagi devor olingan. Kirish qismi o'zgartirilgan. Egasi buni o'zimning uyim, xohlaganimni qilaman deb hisoblagan. Lekin hujjatda maydon 6 kvadrat metr, amalda 64 kvadrat metr.
Agar bu o'zgarishlar qonuniylashtirilmagan bo'lsa, oldi-sotdi paytida texnik tekshiruvda savollar chiqadi. Ayrim hollarda jarima, qayta loyiha, mutaxassis xulosasi, qo'shnilar roziligi yoki sud tartibi kerak bo'lishi mumkin. Men aniq aytaman. Eng avvalo eski hujjatli kvartira egalari hushyor bo'lishi kerak. Agar sizda 1990 yillar yoki 2000 yillar boshidagi kadastr hujjati bo'lsa, uni tekshirtirib qo'ying. Manzil, kvartira raqami, uy raqami egasi, maydon, kadastr raqami va ulushlar yangi bazada qanday ko'rinayotganini bilib olish kerak. Eski hujjat yaroqsiz degan emas, lekin undagi ma'lumotlar zamonaviy reyestrga to'g'ri o'tganmi? Mana shu savol muhim. Ikkinchi guruh. Meros masalasi ochiq qolganlar. Ota-ona, yoki xotin bu nomdagi kvartirada yashayotgan bo'lsangiz, lekin meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin qilamiz demang. Chunki vaqt o'tgani sari merosxo'rlar soni ko'payadi. Hujjatlar yo'qoladi. Arxivdan ma'lumot olish qiyinlashadi. Bugun 3 kishi imzo qo'yadigan masalan 5 yildan keyin 12 kishining roziligiga bog'lanib qolishi mumkin. 3-guruh, ishonchnoma orqali uy olganlar. Men bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Masalan, odam pul bergan, ishonchnoma olgan, lekin oldi-sotdi shartnomasi tuzilmagan. Ishonchnoma mulk huquqini bermaydi. U faqat vakolat beradi. Ishonchnoma bergan shaxs vafot etsa, ishonchnoma kuchini yo'qotishi mumkin. Keyin siz pul berganingizni isbotlab yurishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ishonchnoma asosida qolib ketgan bitimlarni iloji boricha tezroq notarial oldi-sotdi yoki boshqa qonuniy shaklga keltirish kerak. 4-guruh ulushli kvartira egalari. Masalan, kvartira 3 farzandga teng ulushda tegishli, lekin ulardan biri chet elda, biri rozi emas, biri esa o'z ulushini sotmoqchi. Elektron reyestrda ulushlar noto'g'ri ko'rsatilsa yoki biror ulush egasi umuman aks etmasa, keyingi harakatlar to'xtab qoladi. Ulush masalalarida o'zaro kelishib olganmiz degan gap yetmaydi. Reyestrda qanday yozilgan bo'lsa, notarius va davlat organlari shunga qaraydi. Agar siz yaqinda kvartira sotib olgan bo'lsangiz, notarial shartnoma to'liq rasmiylashtirilgan bo'lsa, kadastr hujjati yangi bo'lsa, davlat reyestridan ko'chirma olgan bo'lsangiz va unda siz egasi sifatida ko'rsatilgan bo'lsangiz, odatda xavotir kamroq bo'ladi. Lekin baribir men bitta tekshiruvni tavsiya qilaman. Kadastr ma'lumotlarida manzil, maydon va egasi to'g'ri yozilganini tekshiring. Chunki yangi hujjatlarda ham texnik xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, pasportdagi ism Shavkat bo'lsa, reyestrda Shavkatbek deb ketgan bo'lishi, familiyada bitta harf xato bo'lishi, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilishi yoki kvartira raqami chalkashishi mumkin. Bunday xatolar mayda tuyuladi. Lekin sotuv paytida notarius hujjatlarni moslashtirishni talab qiladi. Shuning uchun muammo chiqqan kuni emas, oldindan tekshirtirish ancha oson. Endi eng ko'p tushunilmaydigan nozik nuqtalarni tushuntiraman. Birinchisi, ro'yxatda turish mulk egasi bo'lish degani emas. Kvartirada propiskada turgan odam avtomatik ravishda egaga aylanmaydi. Shu bilan birga, ayrim holatlarda ro'yxatda turgan shaxslarning yashash huquqi, voyaga yetmagan bolalar manfaatlari yoki oilaviy nizolar savdo jarayoniga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun uy mening nomimda, xohlagan payt sotaman deyishdan oldin oilaviy holatni ham hisobga olish kerak. Ikkinchisi, kommunal to'lovlarni to'lash ham mulk huquqini isbotlash uchun yetarli asos emas. Albatta bu qo'shimcha dalil bo'lishi mumkin, lekin asosiy dalil huquqni belgilovchi hujjat va davlat reyestridagi yozuvdir. Ba'zi odamlar 10 yillab kvartirada yashab, suv, gaz, elektr uchun to'laydi, lekin hujjat boshqa odam nomida qoladi. Keyin nizo chiqqanda men to'lab kelganman degan gap mulk huquqini avtomatik bermaydi. Uchinchisi, qarzdorlik va taqiq masalasi. Kvartira egasining sud qarori bo'yicha qarzi bo'lsa, ijro organlari tomonidan mulkka taqiq qo'yilishi mumkin. Bu taqiq bor ekan, kvartirani sotish yoki hadya qilish imkoni cheklanadi. Shuning uchun reyestrdan ko'chirma olganda faqat egasiga emas, balki taqiq, garov, ipoteka, ijro hujjati bor yo'qligiga ham qarash kerak. Ba'zida odam kvartira sotib olayotganda narx arzonligiga uchadi. Keyin mulkda eski taqiq borligini bilib qoladi. To'rtinchisi, noqonuniy qayta qurilish. Devorni buzish, qo'shimcha xona qilish, umumiy yo'lakdan joy olish, potval yoki tom qismini o'zlashtirish juda xavfli masala. Agar bu ishlar ruxsatsiz qilingan bo'lsa, kelajakda nafaqat hujjat muammosi, balki xavfsizlik muammosi ham yuzaga keladi. Ko'p qavatli uyda bitta odamning devorni noto'g'ri olishi butun bino konstruksiyasiga ta'sir qilishi mumkin.
Shu sababli bunday o'zgarishlarni hamma qilyapti deb emas. Mutaxassis va vakolatli organlar orqali qonuniy baholash kerak. 5-si er-xotin mulki. Nikoh davrida olingan kvartira bir odam nomida bo'lsa ham ko'pincha umumiy mulk sifatida qaralishi mumkin. Sotuv yoki hadya paytida turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinadi. Ayrimlar hujjat faqat mening nomimda deb o'ylaydi. Lekin notarius nikoh holatini tekshiradi. Agar ajrim bo'lgan bo'lsa, mulk taqsimoti alohida masala bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun oilaviy huquq masalasini ham e'tibordan chetda qoldirmang. Endi men eng muhim qismga o'taman. Shu oy oxirigacha nima qilish kerak? Birinchi qadam. Kvartirangiz bo'yicha mavjud barcha hujjatlarni bitta joyga yig'ing. Kadastr pasporti, davlat reyestridan ko'chirma, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, privatizatsiya hujjati, sud qarori, hokim qarori, nikohga ajrim guvohnomasi, pasport nusxalari, TIR yoki JSHSHIR ma'lumotlari bo'lsa, barchasini tartiblang. Hujjatning asl nusxasi qayerda ekanini aniqlang. Ikkinchi qadam. Kadastr ma'lumotlarini tekshirtiring. Buning uchun Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz, kadastr organiga borishingiz yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin. Siz so'rashingiz kerak bo'lgan asosiy narsa, kvartira kimning nomida, kadastr raqami qanday, manzil to'g'rimi, maydon to'g'rimi, ulushlar qanday, taqiq yoki garov bormi? Men har bir egaga reyestrdan yangi ko'chirma olib qo'yishni maslahat beraman. 3-qadam. Hujjatdagi xatolarni darhol tuzatish uchun ariza bering. Agar familiyada xato bo'lsa, pasport ma'lumotlari mos kelmasa, eski manzil bilan yangi manzil chalkash bo'lsa, kvartira raqami noto'g'ri bo'lsa, buni og'zaki aytib qo'yish yetmaydi. Yozma ariza bering, qabul qilingan raqamni oling, ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini saqlang. Arizada ko'chmas mulk obyektiga oid davlat reyestridagi ma'lumotlarni, huquqni belgilovchi hujjatlarga muvofiqlashtirib berishingizni so'rayman mazmunida yozish mumkin. 4-qadam. Meros masalasi bo'lsa, notariusga boring. Vafot etgan shaxs nomidagi kvartirada yashayotgan bo'lsangiz, avvalo o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, kvartira hujjatlari va merosxo'rlar ma'lumotlarini tayyorlang. Notarius sizga meros ishi ochilganmi? Muddat masalasi qanday? Kimlarning roziligi kerak? Sudga murojaat qilish zarurmi yoki yo'qmi tushuntiradi. Bu jarayonni cho'zish foydali emas, chunki har bir yil hujjatlarini murakkablashtiradi. 5-qadam. Ishonchnoma bilan qolib ketgan bitimlarni yakunlang. Agar siz kvartirani pulini berib olgan bo'lsangiz, lekin faqat ishonchnoma bilan yurayotgan bo'lsangiz, bu juda zaif holat. Sotuvchi tirikmi, u rozimi, hujjatlar tozami? Mulkda taqiq yo'qmi? Shularni tekshirib, notarial oldi-sotdi shartnomasini tuzishga harakat qiling. Agar sotuvchi topilmasa yoki vafot etgan bo'lsa, advokat bilan maslahatlashib, sud tartibini ko'rib chiqish kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam. Qayta qurilish bo'lsa, uni yashirmang. Kadastr xodimi kelganda eski holatdagidek yozib bering deyish keyinchalik katta muammo keltiradi. Agar haqiqiy maydon o'zgargan bo'lsa, loyiha, texnik xulosa, ruxsat yoki qonuniylashtirish tartibini so'rang. Albatta, har bir o'zgarish bir xil baholanmaydi. Kosmetik ta'mir boshqa, yuk ko'taruvchi davrni buzish boshqa. Shuning uchun aynan sizning holatingiz bo'yicha mutaxassis xulosasi muhim. 7-qadam. Qarzdorlik va taqiqlarni tekshiring. Agar sud ijrosi, bank krediti, aliment, soliq qarzi yoki boshqa majburiyatlar bo'lsa, ular mulkka ta'sir qilganmi, yo'qmi aniqlang. Ko'chmas mulkni sotish niyatingiz bo'lmasa ham taqiq borligini oldindan bilish yaxshi. Chunki ba'zan odam taqiqni faqat shoshilinch savdo paytida biladi. Xaridor tayyor, pul kerak, lekin hujjat to'xtab qoladi. 8-qadam. Barcha ariza va javoblarni saqlang. Davlat xizmatlari markaziga topshirgan arizangiz, kvitansiya, to'lov cheki, kadastr javobi, notarius ma'lumoti. Arxividan olingan ma'lumotlar, bularning hammasini skaner qilib telefoningizda va alohida elektron xotirada saqlang. Qog'oz yo'qolishi mumkin, lekin skaner nusxa keyingi murojaatda ishni tezlashtiradi. Tasavvur qiling. Sizda 2 kvadrat metrli kvartira bor. Bozor narxi $6,000 atrofida. Hujjatda esa 603 kvadrat metr ko'rsatilgan, chunki balkon yopilgan va yashash maydoniga qo'shilgan. Xaridor ipoteka orqali olmoqchi. Bank baholovchisi keladi, hujjat va amaldagi holat mos emasligini ko'radi. Bank avval hujjatni to'g'rilang deydi. Siz bir oy vaqt yo'qotasiz, xaridor boshqa uy topib ketadi
Bu yerda muammo uy sizniki emasligida emas. Raqamli va texnik ma'lumotlar mosmasligida. Yana bir misol. Aka-uka meros qolgan kvartirani sotmoqchi. Kvartira bozor narxi $45,000. Ularning fikricha uchalasi kelishgan, demak muammo yo'q. Lekin reyestrda kvartira hali onasining nomida. Ona vafot etganiga 8 yil bo'lgan. Meros muddatlari boshqa merosxo'rlar nikohdagi ulush arx hujjatlari chiqadi. Natijada ular darhol sota olmaydi. Agar bu ishni avvalroq boshlaganda, hozir savdo ancha oson bo'lardi. Yana bir vaziyat. Odam kvartirani $35,000 olgan, lekin arzon bo'lgani uchun shoshilgan. Keyin bilsa, mulkda sobiq egasining qarzi bo'yicha taqiq bor. Sotuvchi ertaga olib tashlayman degan, lekin qarz katta bo'lib chiqqan. Xaridor pulni bergan, rasmiylashtirish esa to'xtagan. Men doim aytaman, arzon narx ko'rsangiz 2 marta tekshiring, reyestrdan ko'chirma. Taqiq va garovlar bo'yicha ma'lumot, sotuvchining vakolati, oilaviy rozilik bular savdodan oldin tekshiriladi. Men bugun aytgan gapning mazmuni bitta. Kvartira faqat qog'oz papkada emas. Raqamli davlat reyestrida ham to'g'ri ko'rinishi kerak. Raqamli konfiskatsiya deb ataladigan xavfning ildizi ham shu yerda. Hujjatdagi chalkashlik eski egalar, rasmiylashtirilmagan meros, noto'g'ri ulush, taqiq, noqonuniy qayta qurilish va bazadagi xatolar sizning mulkingizdan foydalanish imkoniyatingizni cheklab qo'yishi mumkin. Shu oy oxirigacha kamida 3 ishni qiling, hujjatlaringizni yig'ing. Kadastr reyestridan ma'lumotni tekshiring. Xato yoki ochiq masala bo'lsa, yozma ariza bilan rasmiy jarayonni boshlang. Muammo chiqishini kutmang. Uy sotiladigan, meros bo'linadigan yoki bankka garov qo'yiladigan kuni yugurish juda kech bo'lishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizning kvartirangiz hujjatlari yangi bazada tekshirilganmi? Eski kadastr pasportingiz bormi? Meros yoki ulush muammosi bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchragan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni kvartirasi bor yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta vaqtida qilingan tekshiruv katta muammoning oldini olishi mumkin.